Jinoyat ishi bo'yicha sud davom etyapti. Nimaga ommaviy vositalarga cheklov qo'yilishi kerak? Yoritsin. Nimadan ular qo'rqadi? Aybdor odamlar savol berganda eshitgandirsiz, tan olmadi. Robiyani men aybdor emasman degani menga haqiqatan o'tib tushdi-da. Menga protiv ketsang, men senga dushmanlik qilib, hammadan oxirida pulingni olasan. Shu gap menga Telegram orqali yozdi. Bosim bo'layotganini ham eshitishsin. 1,5 yildan beri qiynalib ketdik. Credit House va Infinstroy MCJlari bilan bog'liq jinoyat ishi bo'yicha sud davom etyapti. Esingizda bo'lsa, Toshkent shahridan oson shartlar va arzon narxlarga fuqarolarga birlamchi va ikkilamchi bozorlardan uy olib berishni va'da qilib, shartnoma shartlarini bajarmagan aynan mana shu MCJ mansabdorlariga jinoyat ishi ancha oldin ochilgandi. 9 nafar odam Jinoyat kodeksining 8-moddasi bilan hozir ayblanmoqda. Bugun 6-yanvar sanasida Jinoyat ishlari bo'yicha Yakkasaroy tuman sudi binosida sudning keyingi ishi ko'rildi. Ya'ni bundan oldin 25-dekabrda sud ochib berilgandi, tomonlar tanishtirilgandi. Bugun esa prokuror Sevara Saidjonova sudlanuvchilarga ayblovlarni o'qib eshittirdi. Sudya esa ularga yuzlanib bu ayblovlarni tan olishi yo tan olmasligi yuzasidan savollar berdi. Ayrim sudlanuvchilar buni to'liq tan oldi, ammo ayrimlari tan olmadi. Masalan, Dmitriy Bajenov buni to'liq inkor qilishini ma'lum qildi. Bundan tashqari jarayonda bir qancha jabrlanuvchilar so'roq qilindi, ya'ni ularga qisqa savollar berilib, qancha miqdorda necha summaga da'vogarligi, jarayonda qaysi bozordan uy olishgani, ikkilamchi yoki birlamchi shu kabi qisqa savollar bilan sudya yoki sudlanuvchilarning advokati yuzlanishdi. Boshlanish, hali hech narsa bitta to'xtamga kelmayman. Juda ham qiziq bo'ldi. Aybdor odamlar o'zini aybdor emasman. Savol berganda eshitgandirsiz, tan olmadi. Masalan, Robiya, Bajenov deganlari o'sha menga juda ham anaqa bo'ldi. Shuncha ayb qilgandan keyin ham baribir tan olmagani bir ishonarsiz. Robiyani men aybdor emasman degani menga haqiqatan o'tib tushdi-da. Pulni olib turib, men bilan shartnoma qilib turib, qanaqasiga olmadim, yo'q, men aybdor emasman deydi-da. Masalan, men sizga pul bersam-da, yo'q, men sen pulingni olmadim, ko'rmadim desangiz, o'zingiz ham bir g'alati bo'lsangiz kerak. Har birini bittadan savol-javob qilish ham bu to'g'ri emas-da. Anaqa nima deydi, vaqt talab qiladi. To'g'ri, bularda hozir vaqt yo'q. Bizaki tezroq shu sud jarayonida shuncha odamni so'roq javob qilishsa, xudo xolasa, keyin hammamizni pulimizni qaytarib berilsin. Mayli pullarimizni olaylik, mayli ular ham jazosini olsin. Biz mana qiynalib ko'cha yuribmiz. Bolalar bilan sarson sargardon bo'libdi. Hali u kvartiraga bir kun anaqasidan nima deydi, kechiksangiz uyimni bo'shatgin deb turibdi. Tergov jarayonlaridan ham noroziman. Masalan, bizani har borganimizda avval ro'didan keyin gudidan keyin MVD ko'rdi ishimizni. Biron marta ham bizga telefon qilib chaqirilmadi. Telefon qilib chaqira o'zimiz bordik, kelamiz, boramiz, sarson bo'lib ketdik. Tergovchilardan ham norozimiz. Endi bu yog'i sudga havola. 1,5 yildan beri qiynalib ketdik. Hamma topgan tutganini yig'ib bergan, yemay ichmay, bolalarning rizqi. Sizniki birlamchimi, ikkilamchi? Birlamchi. Novostroyka. 259 million общий summa to'langan. Bundan quruvchidan 156 millionni qaytarib oldik. 103 million qolgan bularda. Shu pullarimizni olish maqsadida bormagan joyimiz qolmadi. Keyin Credit House xodimlari tomonidan bizga bosim bo'ldi. Agarda mana shu pulingni olmoqchi bo'lsang, menga protiv ketsang, men senga dushmanlik qilib, hammadan oxirida pulingni olasan degan gaplarni Shoira Rahimova shu gapni gapirdi. Shu gap kim nima desa protiv, menga kim protiv ketsa, men ham unga protiv ketaman. Pulingni xohlagan odamingga borib so'ragin, mendan talab qilmagin deb shu gap menga Telegram orqali yozdi. Shularni eshitishsin, chunki baribir ulardan bizni taraflamaga bosim bo'layotganini ham eshitishsin. Bir qancha ommaviy axborot vositalari qatorida Kun.uz ham mana shu sud jarayonida ishtirok etdi, ammo bizga tasvirga olish va ovozli xabar tarzida yozib olish uchun ruxsat berilmadi. Ya'ni bir sudlanuvchining advokati sudyaga kiritgan iltimosnomasiga ko'ra, ommaviy axborot vositalari sud ishi tugallanib, sud hukm qilmagunigacha unda bo'layotgan jarayonlarni tasvirga olishi ham, ovoz sifatida yozib olishi ham mumkin emas va sudya Bahodir Qayyumov buni qisman qanoatlantirdi.
ogohlantirdi. Ya'ni sud ishlari tugamaguncha biz faqat jarayondan matnli xabarlar yoki sharh janrida maqolalarni sizlarga taqdim qilib borishimiz mumkin. Hamma sud jarayoni tugagandan keyin bitta qilib informatsiya berasizlar deyapti. Bo'ldi. Unaqada biz hech narsani masalan eshitmay qolamiz. Biz hozir faqat axborot texnologiyalari orqali hamma narsadan xabardor bo'lyapmiz-da. Kelmagan odamlar qayerdan xabardor bo'ladi bu narsa? Hamma ham kela olmaydi sudga. Hamma narsa bekuli holatda hal qilishligini, o'tkazishligini xohlamaymiz. Televideniya juda ham kerak. Xalq hamma narsadan xabardor bo'lishini, hamma bu jarayonda izoh topishini xohlaymiz. Biz ochiqlik, oshkoralik, mana prezident Shavkat Miromonovichgacha Oliy Majlisga ham murojaatida biz ochiqlik tarafdorimiz. Har qanday qonunda qonun, konstitutsiya bor, ustuvor bor deb baralla aytgan biz prezidentimiz mana shunday gaplari avvalambor hozir bu yerda boshqa narsaga aylanyapti. Ya'ni ochiqlik siyosati emas, balki bu yopiqlik, ya'ni cheklovlar qo'yilyapti. Biz qachongacha ommaviy axborot vositalariga cheklovlar qo'yilishini ommaviy axborot yorishsin. Bilinib turibdi, bu yerda sudya, advokatlar bular barchasi qo'llab-quvvatlayapti bir-birini. Chunki cheklovlar qo'yilyapti, bir tarafdan ovoz berilyapti va hokazo. Chunki nimaga ommaviy vositalariga cheklov qo'yilishi kerak? Yorishsin. Nimadan ular qo'rqadi? Hozircha zarar summasi ma'lum emas. Kun.uz bu haqdagi ma'lumotni prokuror Sevara Saidjonovadan olishga urindi, ammo tergov jarayonida ham bu summa hali aniq emasligi, sud tugaganidan keyin bu ma'lumotlar taqdim qilinishi ma'lum qilindi. Eslatib o'tamiz, aynan shu jinoyat ishi doirasida 1766 nafar fuqaro jabrlanuvchi sifatida e'tirof etilgandi.